Salom menlar, bugungi mehmonimiz Prix, cho'ntagida bor Twix. Hazillashdim. Bugungi mehmonimiz Ziyodbek. Ziyodbek, grafik dizaynerlik bu qanday soha? Grafik dizaynerlik bu o'zini kreativman deb hisoblaydigan va ko'pincha ijod qilishni yoqtiradigan insonlar uchun zamonaviy kasb desa ham bo'ladi. Qisqacha qilib aytganda, Zamonaviy rassomlar. zamonaviy rassomlar. Xo'p, Ziyodbek, grafik dizayner sohasida o'rtacha qancha daromad topsa bo'ladi? Grafik dizaynerlik sohasida o'rtacha oyiga $1000 dan $5000 $5000 daromad qilsa bo'ladi. $5000 qaysi yo'llar bilan foyda ko'rish topishadi, daromad topishadi yoshlar? Ochig'i ko'p yo'llari bor, lekin eng mashhuri bu babi frilanserlik. Frilanserlikda daromad ko'pincha saytlar va freelance kanallardan bo'ladi. Bu yerda eng mashhur 3 tasi bor. Sketchfab, Sketchlab, Artwork, keyin Freepik. Ya'ni bu 3 ta freelance sayt orqali bolalar daromad $5000 daromad topsa bo'ladi. Xo'p, 2026-yil uchun qanaqa maqsadlar bor, Ziyodbek? 2026-yil uchun maqsad katta, iloji boricha ko'proq freelanserlarda yetishtirib chiqarmoqchiman. 2026-yil uchun Prix 100 ta freelancer ishlab chiqarmoqchi, tarbiyalamoqchi. Do'stlar, bu yerda yoshlar kelajakni chizyapti. Sizlarni ham kutib qolamiz.